Bugungi videoda biz yangi 2026 Chevrolet Matiz modeli haqida batafsil gaplashamiz va uning dizayni, texnologiyasi hamda kundalik hayotda qanday qulay avtomobil ekanini ko'rib chiqamiz. Agar siz kichik lekin zamonaviy shahar avtomobilini izlayotgan bo'lsangiz, bu model juda qiziqarli tanlov bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring va albatta Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda siz har kuni yangi avtomobillar haqida foydali ma'lumotlar topasiz. Front qismidan boshlasak, 2026 Chevrolet Matiz yangilangan panjara dizayni bilan e'tibor tortadi. Kichik o'lchamiga qaramay avtomobil juda zamonaviy ko'rinadi. Ingichka LED faralar avtomobilga agressiv va dinamik ko'rinish beradi. Pastki bamper esa sport uslubida ishlab chiqilgan, bu esa yoshlar uchun ayniqsa yoqimli ko'rinadi. Yon tomondan qaraganda avtomobilning silliq chiziqlari aerodinamik shaklni ta'minlaydi. Kichik disklar va ixcham kuzov shahar ko'chalarida juda qulay harakatlanish imkonini beradi. Endi orqa qismiga e'tibor beramiz. Bu yerda zamonaviy stop chiroqlari va ixcham bagaj dizayni ko'zga tashlanadi. Kichik avtomobil bo'lishiga qaramay, bagaj hajmi kundalik foydalanish uchun yetarli. Supermarket xaridlari yoki kichik sayohatlar uchun bu avtomobil juda mos keladi. Shuningdek, orqa oynaning kengligi haydovchiga yaxshi ko'rinish beradi. Bu esa parkovka vaqtida katta yordam bo'ladi. Salon qismiga o'tsak, 2026 Chevrolet Matiz ichki dizayni ham ancha yangilangan. Markaziy panelda sensorli multimedia ekrani joylashgan. U orqali navigatsiya, musiqa va telefon ulanishini boshqarish mumkin. Rul esa qulay tugmalar bilan jihozlangan. Haydovchi yo'ldan chalg'imasdan ko'plab funksiyalarni boshqarishi mumkin. O'rindiqlar yumshoq material bilan qoplangan va uzoq safarlarda ham qulaylik beradi. Kichik avtomobil bo'lishiga qaramay, salon ichida yetarli joy mavjud. Texnik tomondan yangi Matiz tejamkor dvigatel bilan taqdim etiladi. Kichik hajmli benzin dvigateli shahar haydovi uchun ideal hisoblanadi. Yoqilg'i sarfi kam bo'lgani uchun bu